Biz bugun Navoiy viloyati Navbahor tumani Ijand qishlog'i tepasida joylashgan karyerdamiz. Navbahor karyerimizdan aynan mana shu bloklar chiqadi. Ko'rib turgan jarayoningiz bizning aralarimizga disklarni o'rnatish jarayoni bo'ladi. Bizda chiqayotgan bloklarimizni biz boshqa zavodlarga sotmaymiz. Karyerimizdan chiqqan bloklarimizni biz mana shu poligonga olib kelib, uni yaroqli va yaroqsizligiga qarab uni ajratamiz. Ya'ni chuqurligi 1,5 metrgacha bo'lgan holatda tog'imizni kesib olamiz. Bu toshimizning unikalligi aynan mana shu teksturadagi toshni boshqa karyerlardan chiqmasligi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz bugun Navoiy viloyati Navbahor tumani Ijand qishlog'i tepasida joylashgan karyerdamiz va aynan mana shu karyer O'zbekiston korxonasiga tegishli bo'lib, bu yerdan Navbahor granit bloklari qazib olinadi. Va biz siz bilan shu videoda etapma-etap har bir qadamini ko'rsatib, granit qazib olish jarayonini yoritib bermoqchimiz. Arramizni o'rnatishdan oldin relslarimizni parallel holatda mana shu ko'rinishda uzun holatida ustanovka qilib olamiz va undan keyin arrani bu yerga relslarimizni ustiga joylashtiramiz. Va relslarning ustiga arramizni joylashtirgandan keyin unga disk taqamiz. Disk taqish jarayonlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgan jarayoningiz bizning arralarimizga disklarni o'rnatish jarayoni bo'ladi va aynan mana shu disklar bilan biz karyerdagi toshlarimizni ikki chetini bir tekisda qilib parallel holatda kesib olamiz. Mana hozir diskimiz ustanovka bo'ldi. Keyingi etapimizda biz shu birinchi radiusi 1 metrlik bo'lgan disklarimiz bilan rels bo'yicha ikkita chetini kesib olamiz. Va undan keyin kichkina diskimizni yechib turib katta diskni qo'yamiz. Uzunligi ya'ni chuqurligi 1,5 metrgacha bo'lgan holatda tog'imizni kesib olamiz. Aynan kesib olinib bo'lgandan keyingi holatida mana bunga o'xshagan holatda ko'rinadi. Ikkita cheti kesilingan. Bu yoq tomonidan keyin perforatorlar bilan teshib, uni sindirib olaveramiz va bu jarayonni ham ozgina o'tib, biz sizga ko'rsatib, yoritib o'tamiz. Relslarimizni uje olib, u yoqqa keyingi etapga taxlab ishlari olib borilyapti. Mana hozir ko'rayotganingiz bu keyingi liniyani kesish jarayonlari. Bundan oldin ko'rgan jarayoningiz buravoy bilan teshik ochib olish va bu juda muhim hisoblanadi. Buni to'g'ri urish ham, buni ertaga toshni ko'tarayotganingizda mana bunaqa tekis holatida sinishligi buravoyda qiyshiq urish yoki to'g'ri urishligingizga juda bog'liq bo'ladi. Va aynan mana shunaqa teshiklarni ochib olgandan keyin mana bu kabi qoziqlar yordamida shu teshikni tozalab, unga qoziqlarni o'rnatib, mana shu holatda qo'yib chiqib, keyin bularni kualla yordamida urib, tegidagi toshlarni sindirish harakati qilinadi. Ko'rib turganingizdek, karyerimizdan chiqqan bloklarimizni biz mana shu poligonga olib kelib, uni yaroqli va yaroqsizligiga qarab uni ajratamiz. Yaroqli bo'lgan A bloklarimizni zavodimizga jo'natamiz va yaroqsiz bo'lgan bloklarimizni mana shu maydonda saqlaymiz va undan keyinchalik boshqa maqsadlarda foydalanamiz. Videomizni boshida aytganimizdek, Navbahor karyerimizdan aynan mana shu bloklar chiqadi. Bu toshimizning unikalligi aynan mana shu teksturadagi toshni boshqa karyerlardan chiqmasligi, ya'ni faqat aynangina O'zbekiston korxonasining karyeridan Navbahor toshi chiqib, uning yirik-yirik jigarrang dog'lari va o'zining fonoviy rangi, pushtikligi bilan ajralib turadi. Bizda chiqayotgan bloklarimizni biz boshqa zavodlarga sotmaymiz, faqatgina O'zbekiston korxonasining zavodlarida qayta ishlov beriladi va tayyor holatini faqat o'zimizdan olishingiz mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va bizni videolarimizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda mana shu bloklarimiz zavodga borib, tayyor mahsulot holatiga kelgunigacha qaysi etaplardan o'tishligini batafsil ko'rsatib, yoritib beramiz. Xayr, salomat bo'ling. Aynan mana shu videomizda mana shu bloklarimizdan tayyor plita holatiga kelgunigacha qaysi etaplardan o'tishini to'liqroq yoritib bermoqchimiz. 1.8, 2, 3 sm qalinlikda 26 ta arra yordamida aynan mana shu arralarimiz o'z yo'nalishidagi eng so'nggi rusumdagi modellar hisoblanadi. Bu uning sifati, yaltirashi va silliqligini o'ta mukammal holatda ta'minlab beradi. Va tayyor mahsulotni proizvol razmerlarda paddollarga taxlab, sklatimizga olib chiqamiz.